Mamlakatimiz bo'ylab keng miqyosda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirning birinchi bosqichi doirasida Xorazm viloyatida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlarni fosh etish kuchaytirilgan tartibda olib borilmoqda. Jumladan joriy yilning 11-mart kuni Xiva shahar ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Xiva shahri Ichanqal'a mahallasida yashovchi 1960-yilda tug'ilgan shaxs boshqaruvidagi Teko rusumli avtomashina shaharning Gulshan 2 mahallasi hududida harakatlanib kelayotgan vaqtida to'xtatilib, uning yo'llari va avtotransport vositasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv natijasida ushbu shaxsning yonidan og'irligi taxminan 1 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Holat yuzasidan olib borilgan tezkor surishtiruv jarayonida ushbu shaxs giyohvandlik vositasini Qo'shko'pir tumani Adolat mahallasida yashovchi 1962-yilda tug'ilgan shaxsdan olganligi ma'lum bo'ldi hamda shundan keyin ushbu shaxsning yollari va yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida biron bir turdagi giyohvandlik vositalari aniqlanmagan bo'lsa-da, o'z navbatida ushbu shaxs giyohvandlik vositalarini Qo'shko'pir tumanining Oshoqqal'a mahallasida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan tanishidan olib kelganligi ma'lum bo'ldi. Shundan keyin nazorat tartibida giyohvandlik vositasini sotib olish tadbiri o'tkazildi. Qo'shko'pir tumani Oshoqqal'a mahallasida yashovchi 1973-yilda tug'ilgan ushbu shaxs tadbirga jalb qilingan maxsus xaridorga og'irligi taxminan 1 gram bo'lgan geroin giyohvandlik vositasini 800 ming so'm miqdoridagi pul evaziga sotgan vaqtida ushlangan. Uning yollari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida gugurt qutisiga solingan holda saqlangan jami 6 bo'lak qog'oz parchasiga qadoqlangan geroin giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga muvofiq jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, agarda giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligida tashkil etilgan kol markazlariga ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, xabar bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.